Hop, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. G'oyibona bo'lsa ham va bugun sizlarga va o'zimga qiziq bo'lgan va judayam necha kundan beri, где-то ровно bir haftadan beri sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan temalarim haqida gapirmoqchiman. Mani guruhimda kim bo'lsa, Telegram guruhimda уже ko'ryapti. Bu narsa haqida qizlarga уже ochiq oydin aytyapman, chunki ularni psixologik ozish haqida muammolari bor va sezib turganinglardek bugun Instagramga bu mavzu haqida qo'ydim уже. Bugun ozish va semirishdagi psixologik muammolar haqida, mana bu miya ichamizdagi muammolar haqida gaplashamiz. Kelinglar, birinchi eng ko'p aytadigan gaplarimiz haqida eshitaylik. Hamma narsa qilib ko'rdim, lekin ozmadim. Ozsam ham keyin 2 baravar semiraman. Nima qilishni bilmayman уже. Tanishmi shunaqa gaplar? Yozib olganman-da, ahamiyat qilmaysizlar, konspekt qilganman qizlar. Bo'lmasa juda ham fikrlarim tarqab bo'lganiga esimdan chiqib qoladi. Nega ozolmaysiz deb savol bersangiz, hamma har xil javob beradi. Har xil. Keyin har doim semiz odamlardan so'raganinglarda mana bunaqa gormon ichganman, buqoyim bor, onam taraf semiz, adam taraf semiz, o'zi qonimizda, genimizda semizlik bor. Onam shunaqalar, demak men ham shunaqa bo'laman. Mikrofonimni biroz teshib qo'ying. O'tgan gal voy sizlarga zapis yozganimda qizlar bir 15 minutda anaqa bo'libdi. Ovoz yozmabdi. Xo'p, onam shunaqalar, demak men ham onamga o'xshagan bo'laman, baribir. 2-3 ta bola tuqqandan keyin o'zi shunaqa bo'ladi, bu normal holat va hokazo degan miflar. Va ayniqsa bugun именно shu mavzuni gapirganimda bitta qizimiz menga Instagramdan yozdilar. Hop, uni men keyin tushuntirib beraman. Именно shu semizlik temasi. Endi menga kim semizlikdan boshqa nima temada yozishadi menga. Hop, aslida butun bir organizmni faqat miya boshqaradi. Buni mendan ham yaxshi tushunasizlar va tushunmaydiganlar uchun yana bir marta qaytarishim lozim deb topdim. Ozmaslikni sabablarini ham miyadan qidirish kerak. Sizni ozmasligingizni sabablarini 3 xil turi bor. Hop, birinchisi qo'rquv. Ikkinchisi o'z-o'zini himoya qilish funksiyasi, uchinchisi yoshlikdan sizga singdirilgan programmalar. Va birinchisini aytib ketaman, qo'rquv. Eng yomoni va eng ko'p shu qizlarda uchraydigan narsa, endi meni qizlarim bilan o'zim ahamiyat berganlarim va ko'p do'mboq odamlarda keyin именно tashqi tarafdan, tashqi muhitdan shunaqa singdirilgan, ko'p shunaqa targ'ib qilingan bu narsani va bu birinchisi ozishim kerak, ozsam, ozish qimmat va ozib ketsam, dieta qilsam bu qimmatga tushadi va meni bunga pulim yetmay qolsachi, ya'ni och qolib ketsamchi, dieta qilish, ya'ni to'g'ri ovqatlanish qimmat degan ideya va bu qo'rquv ideya, qo'rquv va qizlar hammamiz musulmonmiz. Meni kuzatayotgan insonlarni hammasi musulmon insonlar va uvernaman va musulmon bo'lganimiz uchun bir gap aytaman, biz hammamiz Allohga iymon keltirganmiz va rizq Allohdanligiga iymon keltirganlardanmiz. To'g'rimi? Demakki, siz bugun oxirgi halol luqmangizni yeganingizdan keyin ertangi rizqingiz uchun albatta harakat qilishingiz kerak, lekin qo'lingizdan kelgan hamma harakat qilganingizdan keyin qolganini tavakkal qilib Allohga qo'yasiz. U yog'ini Alloh o'zi rizqni yetkazadi, to'g'rimi? Xo'p, shuning uchun ham qizlar SMS keldi, xayolim buzildi. Shuning uchun ham qizlar men to'g'ri ovqatlanishni boshlasam och qolaman degan ideya bu qo'rquv va shuning uchun ham keyin juda ham tashqari tarafdan aytganimdek ko'p shunaqa targ'ib qilishgan, shunaqa lasos, shunga o'xshagan narsalar har xil, masalan, lasos qimmat, ovqatlanish qimmat, mana bunaqa narsa olib kelish kerak, ozayotganda mana bunaqa narsa yeyish kerak, mana bunaqa narsa yeyish kerak, mana buni yeyish kerak, anavini yeyish kerak, anavini yeyish kerak. Bularga pul kerak, ammo ishlamayman-ku, menda uyimizda faqat erim ishlaylar-ku.
degan erim bab menga olib bermaydilar-ku degan qo'rquvlar bizani realni ozishimizni kechiktiradi. Ya'ni bu qo'rquvlar asosida biz hech qachon ozishga harakat qilmaymiz. Ikkinchi sabab, ozib ketsam kasal bo'lib qolaman. Qizlar, bu temada men ko'p chuqur nafas olaman, chunki men bu savol-javoblarni ko'pini o'zim o'tkazdim va ko'p marta, ya'ni fotografman, ko'p 8 yillik fotograf sifatida ko'p odamlar bilan ko'rishganman, uchrashganman, bu temalarda gaplashganman. Aytishadi, menga ko'p marta aytishadi, iltimos Kamola meni ozdirib bering, montajda meni ozdiring iltimos deyishadi. Ozdirish montajda problema emas deyman, lekin hech qachon ozish uchun harakat qilishmaydi. Nimaga aytsam, chunki ozsam kasal bo'lib qolaman. Kamola birpasda ozishni boshlashim bilan o'tim kasal, o'tim orib qoladi, bo'tim orib qoladi. O'zimni qizlarimda men ozishim bilan buni yesam o'tishigim orib qoladi deyman, men gastritim bor de. Yo'q qizlar. Mayli, bu haqida keyin gapiraman. Men hozir psixologik ozishdagi qo'rquvlar, nimalar ozolmasligimizni sabablarini aytib o'tyapman. Keyin ozsam keyin yangi kiyimlar olishim kerak. Unga hozir pul yo'q, demak kiyimsiz qolib ketaman degan qo'rquv. Qizlar, shunaqa qo'rquv bilan realni ozmaydigan odamlar bor. Va hozir ozganimdan keyin yangi kiyimim yo'q-ku, bor o'z ma'lumotimni ham yaqinda oluvdim. Razmeri yo'q, kichraytira olmayman. Qachon kichraytirsam ham mana bunaqa modniy joylari ketib qoladi kichraytirganimda. Yo'q, hozir ozolmas ekanman deydigan qo'rquv. Undan keyin dieta qilish uchun har xil masalliqlar kerak, och qolib ketaman. Bu haqida gapirdim. Sport bilan shug'ullansam hamma yog'im og'riydi, bu rosa qiyin degan qo'rquv. Xo'p, o'z-o'zini himoya qilish. Siz yoshligingizdan, adangizdan, oyingizdan xafa bo'lib, norozi bo'lib, bir-biringlarni tushunmasdan katta bo'lgansiz. Hayotingizdagi voqealar, insonlar ko'p dilingizni og'ritishgan. Ya'ni sizni o'zingizdan boshqa himoya qiladigan odamingiz bo'lmaganligi uchun qorningiz, qo'llaringiz, ko'kragingiz, po'pi, biqinlar, hamma joylaringiz himoya vositasi bo'lib, o'zingiz himoya qilishingiz uchun baquvvat bo'lib ketgansiz. Va bu o'rinda men aytaman sizlarga, ko'cha qizlarini sizlar mendan ham ko'p yaxshi ko'rgansizlar. Ya'ni masalan shunaqa ayollar bor, eri o'tib qolgan, ko'chada o'zini aravasini o'zi tortadigan, erkakka aylanib ketgan, erkak gormoni oshib ketgan ayollar va ularda ko'rsanglar hech qaysi ozg'in bo'lmaydi ko'p hollarda va ular baquvvatlashib ketishadi, chunki ularni hech kim himoya qilmagani sababli. O'zimizda ham zaminniy odamlarni ko'rgan bo'lsanglar, endi erkaklashib ketgan va ular baquvvatlashib ketishgan erkaklarga o'xshab, chunki o'zini himoya qilish funksiyasi ishlaganda ayol kishida semirish naqasi ko'payib ketadi. Masalan, hayotdan xafa, постоянно norozi, masalan, eri tarafdan qarindoshlari постоянно uni xafa qilishadi. Eri uni yonini olmaydigan ayollarni ko'pida, jabrdiyda ayollarda semirish funksiyasi bor va ularni ko'pi semirib ketishgan. Ahamiyat bersanglar. Xo'p, shunaqa paytlarda miya o'ylaydiki, hozir ko'proq yog' yig'sam, qalinlashsam, kattalashsam, hech kim menga ozor bera olmaydi, hech kim meni sindira olmaydi deb o'ylaydi. Shu sababdan ko'pchilikda men hozir ham semiraman deb aytadi, agar ahamiyat bergan bo'lsanglar. Xo'p, programmalar. Ammalaring bu miyadagi programmalar va tashqi tarafdan ko'pincha bu programmalar bizga singdirishadi. Ammalaring, xolalaring shunaqa semiz, adang semizlar yoki oyisi tarafdan yoki adasi tarafdan o'zi oying seni semiz, shuning uchun ham sen baribir shunaqa bo'lib qolasan. Qiz onasiga tortadi. Men ozganing bilan foyda yo'q. Baribir bolali ayol semiradi. Qo'y, ozurma, kasal bo'lib qolasan keyin. Qara, cho'ping chiqib yuribdi, semirishing kerak, bo'lmasam xunuk bo'lib ketasan, bularimizni gaplari. Keyin yana gormon ichdingmi, keyin ozolmaydi va shunga o'xshash programmalar qizlar. Mana shu programmalardan o'zimda bittasi bor. Men aytganimdek sizlarga, men hech qachon 86 kilo bo'lib ketmaganman va lekin onam taraflaridan men har doim 60, 65, 70 kilo bo'lib yurganman. Shuni orasida где-то bir 60 bo'laman deganimda oyim menga sraz aytdi. Cho'ping chiqib ketdi. Oynaga qarab xunuklashib ketyapsan, ozib berdilar.
chunki sen xunuk bo'ladi, kiyim kiyganda yarashib turish kerak deb oyim menga ko'p shu programmani miyamga singdirganlar va mana bunga ahamiyat berish yaqinda boshladim qizlar. Chunki oxirgi vaqtlarda psixologik kurslarni o'qiyapman, o'rganyapman, xudoga shukur. Shunga pul tikyapman va shuning uchun ham hozir mana shuni o'rganish ustida ish olib boryapman. Shuning uchun ozish faqatgina yeb ichishga bog'liq emasligini, psixologik muammolar ham ozishga sababchi bo'layotgani haqida o'rganib chiqyapman. Ongli, ya'ni men sizlarga ko'p marta aytyapman, qizlar, ongli ozishimiz kerak, ongli ozishimiz kerak deb. Ongli deganda bu faqat yeb ichishimizga, yeyotgan narsalarimizning tarkibidan tashqari psixologik, ya'ni miyamizdagi bo'layotgan muammolarga ham ahamiyat berishimiz kerak, ya'ni buni yaxshilab tushunib olishimiz kerak qizlar. Lekin shu aytmoqchi bo'lganim, mana shu hamma sabablarni eslab o'tdik. Xo'p, qo'rquv, o'z-o'zini himoya qilish funksiyasi, yoshlikdagi sizga singdirilgan programmalarni ko'rib chiqdik hammasini, semirish uchun semirib ketganligimizni, lekin miyani to'g'ri yo'lga solsak ham ozib sog'lom bo'lib go'zallashib yurishimiz, go'zallashishimiz yoki qilgandek, qarsak chalgandek, shilchoqdek oson bo'ladi. Oddiy holga aylanadi. Xo'p, sizda qanaqa programmalar, qanaqa qo'rquvlar bor? Buni yozing, menga shodda yozing, chunki men YouTube'ga kirganimda именно sizlarni savollaringlardan kelib chiqilgan video olaman qizlar. Hamma savollaringlarni menga YouTube'dagi videolarim tagiga yozinglar va rahmatlaringlarni, duolaringlarni ham shu yerga yozsanglar bo'ladi. Anglashlarni обязательно qizlar. Va shu o'rinda aytib ketay qizlar, iltimos qilaman, menga katta motivatsiya bo'ladi. Meni YouTube'imga obuna bo'lsanglar, meni videolarimga like bossanglar va meni videolarimni o'zingizni do'mboq o'rtoqlaringizga ko'p marta yuborsanglar, hamma videolarimni ko'rib, ularga like bosib, tagiga kommentlar yozsanglar, bu men uchun motivatsiya bo'ladi. Bo'ldi, men sizlardan boshqa hech nima so'ramayman. Rahmat kattakon. Va mana shu videoga ham like bosib, menga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Xo'p, endi qiziq joyga keldik qizlar jonlarim, mehribonlarim, asallarim, chiroylilarim. Hammasini yozib olganman, cho'chimanglar. Hammasi shu yerda aytsam. Bizning tanamiz bu fikrlarimiz aksidir qizlar. Agar ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, oxirgi payt aytganimdek, sizlarga именно mana shu YouTube profilimda zapis degan joyda rasmlar qo'yib boryapman va bu sizlarni o'zinglarni anglashinglar uchun. Bugun biz agar bilsanglar, Alloh xohlamasa barmog'imizni uchini ham qimirlata olmaymiz. Demakki, Alloh xohlabdiki, siz bugun men bilansiz, meni guruhimdasiz, meni YouTube'imdasiz va bugun mana shu videoni ko'ryapsiz. Demakki, bugun siz o'zingizni anglashingiz uchun, o'zingizni tushunishingiz uchun bugun bir qadamni tashladingiz. Va aytayotganimdek, o'zingiz ozayotganingizda ongli, o'zingizni tushunib, eshitib, taningizni eshitib ozishingiz kerak deganimdek, ozayotganingizda va bu hayotda o'zingizni anglashingiz ham bu siz tomonga bo'lgan birinchi qadamingiz va Alloh xayrli qilsin bu qadamingizni. Bizni tanamiz bu bizni fikrlarimizni aksidir. Shuning uchun shunday holatlar yuzaga keladiki, na sport zal, na dietalar ortiqcha kilogramdan xalos bo'lishga yordam bera olmaydi. Например, meni o'zimda kuzatilgan hol, men shu narsaga yetib kelishim, mana 86 kiloga yetib kelishim, ixlos qilishim kerak edi. Har doim semirardim, keyin ozib olardim, semirardim va ozib olardim. Bu safar meni 70 versam, 75 versam, meni 80 versam, meni bu safar qaytara olmadi va 86 ga kelganimda yana qizlar ozishga harakat qildim va inshaalloh bu safar sizlar bilan birgalikda qaytib semirmaydigan bo'lib ozish niyatidaman. Chunki xudoga shukurki, mana shu miyadagi psixologik muammolar bilan ishlayapman va men bunga juda ham ko'p pul sarflab, miyamni, asabimni, umrimni sarflab, finansiy, ya'ni pulimni sarflab o'rganyapman qizlar va men buni sizlarga xudo xolasa tekinga o'rgatmoqchiman. Faqat duo qilib qo'ysanglar, ota-onamni duo qilib qo'ysanglar, bas, xursand bo'laman. Xo'p,
agar yordam bersa ham bu vaqtinchalik effekt, ya'ni sport zallar, boshqa narsalar, masalan, hozir aytaman sizlarga. Hop, sochlarim chiqishib boshladi. Assalomu alaykum deb. Hop, sport zal, dieta, to'g'ri ovqatlanish hammasi yordam bersa ham bu vaqtinchalik effekt bo'ladi. Ya'ni shu usullar bilan erishilgan qomat baribir avvalgi holatiga qaytib qoladi. Xuddi menda bo'lgan holat. Ya'ni men ozdim yana semirdim, ozdim yana semirdim. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'p marta ta'kidladim. Men qizlar 10 yildan beri semirib ozish bo'yicha уже shunaqa yuribman, shunaqa semirib ozgan insonman, menda opit bor dedim-ku. Buni sababi shundaki, tanamizdagi har bir ortiqcha kilogramm o'zida ikkilamchi foydani olib yuradi. Himoya, oqlov, sug'urta yoki o'z qadr-qimmatini yetishmasligi kompensatsiya qilish vazifasini bajaradi. Qo'rquvni men sizlarga tushuntirdim. Ikkilamchi foyda degani, ya'ni har bitta ortiqcha kilogrammingizni o'zini funksiyasi bor. Shuning uchun ham sizda ortiqcha vazn bor. Например, shunaqa odamlarni eshitaman, реально fotosessiyalarga kelishganda er-xotin aytishadi, Kamola, men ortiqcha yemayman, lekin men shunda semiraman deyishadi. Buni bitta sababi именно psixologik bo'lsa, bitta sababi juda ham ko'p перекус qilishdan. Sizlar hisoblamaysizlar, hisoblamaganinglarda ham juda ko'p перекус bo'lib ketib qoladi. Men перекус temasida обязательно boshqa video olaman, qizlar, lekin hozir temadan uzoqlashmaymiz. Boya qaysi yana temada sizlarga video olaman, boshqa videoda aytaman dedim. O'shani menga eslatib yozib yuboringlar, уже esimdan chiqdi birpasda. Xo'p, agar sizda buning sababi shundaki, tanamizdagi har bir ortiqcha kilogramm o'zini funksiyasiga ega. Agar sizda jiddiy ravishda ozish yoki muammoli bir necha kilogrammdan xalos bo'lish maqsadi bo'lsa, avvalo ong osti bilan ishlashni va tafakkurni o'zgartirishni boshlash kerak deyilgan. Necha kundan beri qizlarimga, ko'z tegmasin menga, mashalloh, qizlarimga ko'p marta aytyapman, qizlar, ertalab uyg'ondinglarmi? Mana shu tananglar sizlarga xizmat qilayotgani uchun rahmat aytinglar, qizlar. Ong ostida siz mana shu tanang sizga Alloh mukammal qilib bizni yaratdi, to'g'rimi? Mukammal. Mana funksiyalarimiz, yuragimiz o'zimizga hech qanaqa svetga, zaryadga qo'ymasak, masalan, telefonimiz zaryadkaga qo'ymasa ishlamaydi, lekin yuragimizni biz zaryadkaga qo'yib yurmayapmiz yoki jigarimiz zaryadga qo'yib yurmayapmiz yoki ko'zimiz bizani beminnat bu narsani ko'rish uchun bizni zaryadga qo'yib yurmayapmiz, to'g'rimi? Insonni mukammal qilib yaratgan Robbim. Demakki, biza mana shu tanamiz uchun rahmat aytishimiz kerak, qizlar. Rahmat menga shunchalik xizmat qilayotganing uchun, shunchalik menga xizmat qilib, menga beminnat xizmat qilayotganing uchun va ong osti bilan ishlash deganda mana gruppada bitta qizimiz aytdilar, men nuqul, men buni qilaman, bu yemayman deb, nuqul ozmayman deyaptilar. Siz og'zingizdan chiqayotgan fikr, o'ylayotgan fikringiz sizni tanangizga eshitiladi, energiya tortadi va sizda rostdan ham shunaqa narsa bo'ladi. Реально siz правильный питание, ya'ni to'g'ri ovqatlanish, sog'liqli ovqatlanish qilib, sport bilan zanimatsiya qilsangiz ham sizda vez qotib qolishi mumkin, chunki siz mana miyangizdagi ongimizni ostidagi, ya'ni ichimizdan o'ylayotgan funksiyamizni, fikrlarimizni to'g'rilamayotganimiz sababli va o'zgartirish boshlashimiz kerak deyapman. O'z ustida ishlashni va aybdorlik hissidan xalos bo'lishni unutmasligimiz kerak. Bu eng muhimi, qizlar. Masalan, aybdorlik hissi deganda постоянно nimagadir siz aybdorsiz, semirib ketganingizga ham siz aybdorsiz, siz ko'p ovqat yeganingizga ham aybdorsiz. Avvalo tashqari tarafdan erlarimiz, akalarimiz, ukalarimiz, даже bir xillarni onasi ham semizligi uchun uni aybdorga chiqarishadi. Например, sen nuqul nafsingni tiymaysan, sen nuqul bunaqa yeysan, nuqul bunaqa qilasan, sen nuqul ko'p yeganingdan. Yo'q, qizlar, bu faqat ko'p yeyishdan emas, psixologik ong ostida problemalarimiz bo'lganidan ham bo'lishi mumkin va biz avvalo bu narsani ichimizdan chiqarib tashlashimiz kerak. Qanaqa qilibki, Kamola, men например chiroyli bo'lib ozyapman, например deb yozasizlar-ku, o'sha narsani men zo'r bez ketyapman, zo'r harakat, o'sha narsani o'zingizlarga qarab, har kuni qaytaringlar oynaga qarab. Buncha ham chiroyliman, buncha ham go'zal bo'lmasam, voy, mashalloh, Alloh meni shunaqa al-musavvir deylar qizlar, al-musavvir, musavvir shunaqa
dunyolarni musavviriki Allohim shunaqa mani shunaqa bekam ko'z yaratdi. Voy mashalloh, qoshlarimni qara, terilmasa ham go'zal, ko'zlarimni rangini qara. Dunyoda 3% yoki 4% odamda shunaqa go'zal rangli ko'z bo'ladi. Bu menga Robbim tomonidan beminnat berilgan. Alhamdulillah. Burnim shunaqa chiroyli. Burnim bo'lmaganda go'zal bo'lmasdim. Lablarimni qaranglar, go'zal tishlarimni qaranglar. Hammasi go'zal. Tishlarimda menga chaynab ovqatlanib odamlar protez qo'yyapti. Men tekinga mana tishlarim menga beminnat xizmat ko'rsatayotgani uchun rahmat, Xudoga shukr. Ushlab qizlar mana qatiylar sizlarga beminnat qo'l shifo bo'ladi aslida. Ushlab mana rahmat kattakon, rahmat. Olimlar даже shuni isbotlashganki, rak kasali, ya'ni ko'kragidan rak bo'lgan ayollarda o'sha joyini silashlik, ya'ni silashlik bilan og'riq qoladi. Ya'ni sizlar unga rahmat aytisham, mana hozirlarga bitta narsani aytaman. Chiroyli gap bilan bitta xonada o'stirilgan gul bilan yomon gaplarni ichida o'stirilgan gul, ya'ni olimlar mana shu narsani isbotlashgan. Yomon xonada, yomon atmosferada, ya'ni yomon atmosfera degan pastdan, ya'ni yomon so'kish gaplar eshitgan xonadagi gul, ming unga tegini sug'arib gul bersangiz ham yaxshi o'smagan, lekin chiroyli gapirib, voy bunchayam chiroyli bo'lib o'syapsan, bunchayam go'zalsan deydigan xonada o'sgan gul, uni chiroyli so'zlar bilan parvarishlangan gul, qizlar chiroyli o'sgan, hech qanaqa problemasiz o'sganini olimlar isbotlashgan qizlar. Orada ahamiyat bermanglar, bu ro'molli qizlar muammosi. Xo'p, sochlarimiz chiqib qolaveradi. Ortiqcha vazn o'z ahamiyatini ta'kidlash uchun, ya'ni ortiqcha vazn o'z ahamiyatini ta'kidlash uchun ba'zi odamlar uchun ortiqcha vazn o'z salmoqliligini isboti bo'ladi. Masalan, og'riqni payqashmaydi, qorin avtoritet. Например, shunaqa insonlar bor hayotda qizlar, ularni bir burda bo'lib qolsa hech kim mensimasligidan xavotirga tushib, например, kichkina odamni hech kim mensimaydi, ozg'in og'riq bo'lsa, shuning uchun ham qizlar ular ichida voy men ozg'in bo'lsam hech kim meni mensimay qoladi, hech kim meni ko'rmay qoladi deb ham ichida mashim ong osti shunaqa fikrda bo'lgani uchun ham ular katta bahaybat bo'lib semirib ketishadi va qornilari katta bo'lib semiradi. Yana ular o'zlarini shunaqa оправдывать, ya'ni oqlashadi. Qorin avtoritet va hokazo degan gaplar bilan. Va bu gapim bilan nima demoqchiman? Ichimizni, fikrlarimizni to'g'rilashimiz kerak. Men chiroyli, ozg'in, go'zal, oriqqina, ya'ni ozg'ingina chiroyli bo'lsam ham hamma meni yaxshi ko'radi, hamma meni hurmat qiladi va meni payqashadi. Chunki men yaxshi energiyam bilan, men bo'lganim bilan, men yo'qligim sirasi bilingani uchun ular baribir meni yo'qligimni payqashadi degan fikrlarni, so'zlarni har doim oynaga qarab qizlar qaytarishinglar kerak. E'tiborlik va g'amxo'rlikni jalb qilish uchun katta vazn sog'liq bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Bu esa atrofdagilarning e'tibori va yaqinlari g'amxo'rligiga sabab bo'ladi. Ahamiyat bersanglar qizlar, psixomatika degan narsa bor, ya'ni odamlar masalan qatiydir og'rib qolsa, uni psixologik sabablari bo'ladi va men hozir именно shu haqida gapiryapman sizlarga. Semizlikning ham sababi, например, kimmo'yda masalan shunaqa narsa bo'lgan, masalan kasal bo'lib qolganida adasi oyisi unga ko'proq mehribon bo'lishgan, ish qildirishmagan, hovlida огородda uchastkada turadiganlarga, masalan bu narsa rosa xohlayotgan bo'lsa, kasal bo'lganida ularga ko'p sharoit yaratib berishgan va shunaqa odamlar psixologik nuqtai nazardan kasal bo'lishga moyil bo'lishar ekan. Chunki men kasal bo'lsam, hamma menga ahamiyat beradi, ko'nglimga qaraydi deb sirasi bir xil insonlar ko'rsanglar, kinolarda ham ko'rsatishadi-yu, onalar kasal bo'lganini yotib qaynanalar kasal bo'lib olishadi-yu, chunki kasal bo'lsa voy ko'proq ularga voy uchi qilishgani uchun. Даже odamlar o'zligi bilmagan holda ham shu narsani kinolarda olib chiqib ko'rsatishadi qizlar. Va shuning uchun ham mana shu semiz odamlar, katta vazn bilan muammoli odamlar tashqari tarafdan voy semiz bunga e'tibor kerak, bu ortiqcha qimillolmaydi, ortiqcha yura olmaydi, voy oyoq kiyimini taqib qo'ya qoling, voy kiyimini anaqa qilib qo'ya qoling, voy buni ko'tarib olib borib mashinada olib borib olib kelaylik, bu semiz, bu ortiqcha harakat qila olmaydi, ortiqcha harakat qilsa anaqa bo'lib qoladi, qiynalib qoladi, pishillab ketib qoladi deb unga ortiqcha ahamiyat berishgani uchun ham qizlar
mana shu semiz odamlar bularga yoqadi, bular shunaqa yurishadi va shuning uchun ham bularda ortiqcha vazn ketmaydi va buni ong ostida ularning o'zlari ham xohlashmaydi qizlar. Yaxshilik belgisi sifatida masalan ruslarda shunaqa narsa, shunaqa maqol bor, yaxshi odam ko'p bo'ladi, ko'p bo'lishi kerak, ya'ni semiz bo'ladi. Например, yaxshi хороший человек ko'p bo'ladi. Например, semiz odamlar mehribon bo'ladi degan nazariyada. Например, biza ko'p, например degan g'alati so'zni ko'p marta ishlatyapman. Tushunishingiz uchun qizlar, kinolarda, multiklarda kichkinaligimizdan ko'rib katta bo'lganmiz. Именно yaxshi qahramonlarni, yaxshi mehribon qahramonlarni semiz qilib ko'rsatishgan va bu bizani ongimizda qolib ketgan va ayrim insonlar yaxshi odamlar katta bo'ladi, keng bo'ladi degan, ya'ni ahamiyat bersanglar ham ko'pincha o'ris xarakterli, ruslarda bor-da bu maqol, o'ris xarakterli yoki ruschani yaxshi tushunadigan odamlar semiz odamni o'zlarini shunaqa оправдывать qilishadi, ya'ni oqlashadi. Semiz odam ko'p bo'lishi kerak, ya'ni ko'p, ya'ni qorni ham katta, o'zi ham katta bo'lishi kerak va shuning uchun ham ular o'zlarini shunaqa оправдывать qilib ong ostida, lekin semirish uchun harakat qilmaydigan insonlar. O'zini himoya qilish uchun, ya'ni boya aytdim, qizlar inson o'zini dunyo va muammolardan, stress, qiyinchilik, yolg'izlik va hokazolardan himoya qilish uchun himoya qatlamlarini yaratadi. Himoyaga ehtiyoj qanchalik kuchli bo'lsa, inson bilan dunyo orasidagi chegara shunchalik qalin bo'ladi. Ya'ni semiradi, katta qorin qo'yadi, katta ko'krak qo'yadi, semirib ketadi. Например, stress, qiyinchilik hammamizning hayotimizda bor, eshitmaslik uchun, shunchaki ulardan himoyalanish uchun, ya'ni shunaqa ayollarda shunaqa psixologik muammolar bo'lishi mumkin. Shunaqa qaysidir insonni urib tashlamoqchi bo'ladi, kuchi yetmaydi, kuchi yetmagandan keyin nima qilish bilmay semiradi. Mani jussamdan, mani turishimdan qo'rqsin deb qizlar ular shunaqa semirib ketishar ekan. Bu ong ostida hammasi shu sababli, ya'ni tejamkorlik sababli. Qizlar, men bu narsani ko'p aytaman gruppada, qizlar tejamkor bo'lmanglar. Ya'ni qanaqa? O'zini va tanasini sevmaslik fonida inson quyidagi ishonchlarga amal qiladi. Ovqatni tashlab yuborish bo'lmaydi. Axlat qutisidan ko'ra qoringa solgan yaxshi degan. Qizlar, shunaqa qizlarni taniyman, shunaqa qizlarni taniyman, uvol bo'lmasin deb hammadan qolgan ovqatlarni yeb qo'yadigan insonlarni taniyman-da qizlar. Bu juda yomon qizlar. Pus uvol bo'lsin. Конечно, bizning dinimizda uvol qilish mumkin emas. Shuning uchun qizlar uvol qilishni xohlamasanglar, ovqatni kamroq qilinglar. Kechki paytga yana qilmasman degan ideya qilmanglar qizlar. Pus kechki paytga, keyingi mahaldagi ovqatga xudo poshsho. Balki kimdir ovqat bilan kelib qolar uyingizga, balki mehmon kelib qolar ovqat bilan, balki yaxshi niyat qilishga, balki ovqatlanishga borib qolarsizlar. Qizlar kam-kam qilinglar, kam-kam xo'ram, hamisha xo'ram qizlar. Kamdan ovqat qilinglar. Ovqat bir xilla bor, farzandidan qolgan ovqat yeb qo'yadi, va shu uvol bo'lmasin deb yeb qo'ya qoling. Keyin yana bitta narsani o'rgatib ketaman qizlar. Farzandlaringizga ham uvol bo'lmasin deb, bu ham yoshlikdagi travma-da. Farzandlaringizga ham mana shu ovqat uvol bo'lmasin, oxirigacha yeysan degan narsani o'rgatmanglar qizlar. Ularda bora-bora to'yish hissi bo'lmaydi. Ovqat to'ydimi, bo'ldi, yemaslik kerak. Mayli uvol bo'lsin, xudo kechirsin, mayli o'shani uyingizda qo'yinglar bo'lsin, molinglar bo'lsin, o'sha yerga qolsin, mayli o'sha duo qila qolsin, sizlar o'shani savobida qola qolinglar. Lekin avvalo agar rostdan ham ovqat uvol bo'lishiga xavotir oladigan bo'lsanglar, ovqatni kamroq qilishga harakat qilinglar. Hop, beyordamlikni isbotlash sifatida. Bu degani ortiqcha vazn orqali inson biror ish yoki topshiriq bajarishni istamasligini oqlash mumkin. Men jismonan qodir emasman. Bu narsaga men ko'p marta uchraganman. Например, shunaqa tanishlarim bor. Do'mboq bo'lsa ham, men ishqor emas, do'mboqman-da, men qila olmayman-da, ko'ryapsan, jismoniy sharoitim to'g'ri kelmaydi, u tumarib qoladi, bu tumarib qoladi. Semizligim uchun menga mumkin emas, menga bunaqa oyog'im og'rib qoladi, o'zi vesimni zo'rg'a ko'tarib yuraman deydigan odamlar bor. Shu ikki tarafdan ularga ish qildirishmasligi uchun, ishdan qochishligi uchun, mas'uliyatni bo'yniga olishmasligi uchun ham ular semirishadi. Albatta, bu sabablarning faqat kichik bir qismi, ammo ehtimol ular bilan tanishib chiqib, siz o'zingizni orzu qilgan tanadan cheklab qolayotgan salbiy ishonch va uстановkalarini aniqlay olasiz deb yozilgan. Xo'p, qizlar, endi qaranglar.
Sizlarga bugungi temam tushunarli bo'ldi degan umiddaman avvalo. Va bitta narsani aytib o'tmoqchiman qizlar, har doim tananglarga, o'zinglarga rahmat aytishdan hech qachon charchamanglar. Va bitta narsani aytmoqchiman qizlar. Esinglarda bo'lsa, men Instagramimga shukronalik bankachasi yasadim. Любой banka, любой. Xohlasanglar mana bunaqa suvmi bankachasida. Suchvolik haqiqat suvmi anaqa bismillah. Ha, yana bitta narsa qizlar, suv ichayotganimizda har doim shifo bo'lsin deb ichishni unutmanglar. Mani tanamga shifo bo'lsin shu suvni bismillah deb ichishi va suvni o'tirib ichishni unutmanglar qizlar. Xo'p, qaranglar, o'sha bankachani yasovdim, xullas temadan uzoqlashmaymiz. O'sha bankachaga kichkinagina oqvarroq qizmasligi daftarimni olib ko'rsatdi. Mana shu daftarcham bor mani. Katta daftarcham. Xo'p, любой daftarni qizlar olib to'rtburchak qilib kesib, bundoq kichkina blankachalar qilib yasab olinglar-da. Ana o'sha blankachalarda qizlar o'zinglarni haligi bugun ertalab uyg'ondinglar, to'g'rimi? Bugun sizlar imенно ozishinglar uchun nima qildinglar bugun? Bugun sizlar ozishinglar uchun ko'p suv ichdinglar. Bugun ozishinglar uchun 10,000 qadam yurdinglar. Bugun ozishinglar uchun nima harakat qilib bitta dona misol uchun bugun ozishinglar uchun mani videomni ko'rib, ozgina staratsa qilib nonni kamaytirdinglar. Bugun men ozishinglar uchun bugun faqat ertalab non yedinglar yoki bo'lmasam bugun ozishinglar uchun nima qilgan bo'lsanglar o'sha kichkina varrochaga yoki bo'lmasam svetli sotadi mana bunaqa yopishtirish uchun nakleykalar. Ana o'shalardan olib qizlar yozib, bugun men ozishim uchun mana shunaqa ish qildim, Xudoga shukr deb yozib qizlar o'shani bankachaga tashlaylar va yillar oxirida yillar sarhisob qilayotganinglarda o'shani ko'rasizlar va o'sha paytda уже sizlar boshqa vaznda bo'lasizlar va eslaysizlar va именно sizlardan, o'zinglardan so'ragan insonlarga bemalol u narsani ko'rsata olasizlar va eslaganinglarda kulib eslaysizlar. Sizlar uchun bu narsani nimaga aytyapman? Qizlar, shukronalik yozish uchun bu bitta kichkinagina talchoq bundoq talchoq qo'rda qolganini bo'lib ketadi deydi-yu. Shunaqa narsa qizlar. Shukronalik, qaranglar. Bilasizlarmi? Men hozir bu temaga nima gulayotganini sababini aytaman qizlar. Men mana shunaqa daftarlardan nechtasiga shukronalik yozganman. Bunaqa daftarlarim bor meni. Va bunga men bugungi bo'lgan kunimda nimalar bo'lganini, sizlar 600 ta podpischik bo'lganinglarni ham yozganman. Nima kunimda yaxshi narsalar bo'lsa yozaman va именно haligi kichkina daftarchaga, kichkina varrochaga nimaga yozinglar deyapman. Bunaqa varrochaga yozishga erinadigan insonlar bo'lsa, shunga yozsanglar qizlar. To'g'ri, kichkina bo'ladi. Misol uchun ko'p narsa yozishga erinadigan, xohlamaydigan insonlar yozsa bo'ladi va sekin-sekin shu narsaga o'zinglarni o'rgatasizlar va nimaga yozishimiz kerak degan desanglar qizlar, qancha boriga shukr qilsanglar Allohim yetadi. Bandam, sen hali meni boriga shukr qilyapsan. Rahmat Robbim, shunchalik meni go'zal ozdirayotganingga, shunchalik chiroyli esim ketayotganiga desanglar yoki bo'lmasam Robbim rahmat kattakon, bugun yaqin insonim menga mana shu narsani olib kelib berdilar. Rahmat Robbim, shunchalik mana shu bugun pomidor yoki bodring talon summada bo'lganda ham bugun menga yaqin insonim shuni olib kelib berdilar. Rahmat Robbim desanglar, shukr Robbim desanglar, bilasizlarmi nima bo'ladi qizlar? Robbim aytar ekan, bandam, sen hali bundan yaxshisini ko'rmading. Mana ol, sen bundan ham yaxshisini ko'r, shukr qilishing uchun bundan ham yaxshisini beraman senga derkan. Asli nolisanglar Allohim aytar ekan, sen hali bundan yomonini ko'rmabsan, ko'r mana derkan. Shuning uchun ham qizlar shukr qilishimiz kerak va kichkina shunaqa anaqaga yozib yopishtirib qo'yib tashlasanglar, bankani men imенно videoyimda qo'yganman. Qanaqa yasa hech narsa ortiqcha qilmaganman. 3 litrli banka oldim, qopqog'ini qo'ydim. Ertalab va kechqurun yozaman qizlar. Ertalab bugun Robbim meni sog'lom uyg'otgani uchun, hech qatim og'rimayotgani uchun shukr qilib yozaman. Va kechda bugun kunim qanaqa o'tgani, nimalar qilganimni kichkina eng e'tiborlilarini yozaman. Eng e'tibor, shukr qilishimga arziydiganlar, aslida meni borligim. Bugun Robbim meni uyg'otgani uchun ertalab birinchi yozadigan narsam Robbim meni uyg'otgani uchun shukr deyman. Bugun Robbim kim uyg'otmadi, bugungi tong kim uchundir armon bo'ldi qizlar, ketdi.
bugun Robbim mani uyg'otishni unutmaganing uchun Robbim shukr deb yozaman. Ertalab sog'lomligim, ko'zlarim ko'rayotgani, tanam yurayotgani uchun hammasiga shukr deyman va kechki payt shukr qilganlar. Sizlar qizlar faqat ozayotganingiz uchun yozsanglar bo'ladi. Bugun alhamdulillah, bugun turdim, uyg'ondim, Robbim shukr, rahmat, rahmat, rahmat deylar. 3 marta, 4 martadan shukr, rahmat Robbim deylar. Bugun men ozish uchun ozgina qadam yurdim. Bugun ozishim uchun ertalab faqat non yedim. Bugun перекусlar qilmadim deb yozish boshlanglar. Qizlar ozishinglar shunaqayam tezlashib ketadi, даже mashq qilmasanglar ham ozaverasizlar. Ishoninglar, bu bor narsa qizlar. Va yana nimani aytmoqchi edim? Problemalar. Qizlar, hayotimizda hammamizda problemamiz bor. Hammamizning o'zimizga yarasha problemamiz bor. Hammamizda yetarli bu problemalar. Lekin yutug'imiz qizlar, o'sha именно problemani men bilan sizlarni oranglardagiman. Masalan, men ham sizlar bilan ozyapman, sizlar ham men bilan ozyapsizlar, lekin bizani oramizdagi farqimiz, men faqat yutuqlarimga va yaxshiliklarga ahamiyat beraman. Bugun Xudoga shukr, bugun 200 gramm bo'lsa ham ketdi. Mayli, bugun men 2 shokolad yedimmi, shukr, shu 2 shokoladni oshqozonim hazm qilib berdi. Rahmat kattakon. Rahmat shu 2 shokoladni yegan bo'lsam ham men bugun vazn qo'shmaganim uchun deyman qizlar. Lekin oramizda shunaqa qizlar bor, men bugun urishib berdim shu qizlarni. Постоянно problemasiga ahamiyat beradi. Men nuqul ozaman, ozishga harakat qilaman, lekin yeb qo'yaveraman-da. Voy, bunaqa qilaveraman. Qizlar, qachonki faqat yaxshi narsaga ahamiyat qilganinglarda va shukr qilishni boshlaganinglarda shunaqa hayotinglar o'zgarib ketganini va menga o'zif yozganinglarni o'zinglar bilmay qolasizlar. Qani komolarni YouTube komoli chiquvni, qani kiring komolar, rahmat kattakon mana shu zapis qilganingiz uchun. Men tushundim endi deysizlar. Va men sizlarga yana bir marta shu yerda rahmat aytmoqchiman. Rahmat qizlarim, men bilanliginglarga, meni oldimdaliginglarga va bugun o'zinglar uchun yashashni tanlaganinglarga, o'zinglarni tanlaganinglarga shukr. Va bugun sizlarga rahmat aytmoqchiman. Har biringlarni boringlarga shukr qizlar. Xudo xohlasa yaxshi kunlarda sizlar bilan ko'rishishni xohlayman. Ozganinglardan keyin sizlardan chiroyli o'dziflar eshitishni xohlayman va har doim oynaga qaraganinglarda shu qomola sabab men bugun ozdim, rahmat kattakon deb men duolaringlarda eslashinglardan umidvorman va hammanglarga boringlarga shukr. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar sizlar bilan va keyingi yana videolarda ko'rishguncha deb qolaman va bitta narsani unutmanglar qizlar, men o'zimdagi bor narsani hammasini beminnat bilganimcha yetkazib berishga harakat qildim. Yana video oxirida o'zimni har doimgi ta'kidlaydigan, umuman youtuberlarni ko'p ta'kidlaydigan gapni aytmoqchiman. Menga obuna bo'ling va videoga like bosing. O'zingizni hamma fikrlaringizni video tagida qoldiring va men hammasini o'qiyman. Rahmat kattakon.